Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'misiz? Salomatmisiz? Ha, muborak bo'lsin. Rahmat. Ha, shu mototsikl sotib oldingiz. Qanchaga? 22 million. 22 million so'mga. Ya siz o'zingiz olmadingizku, endi dadangiz olib berdi mototsiklda. Shundaymi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik. Dadangiz olib berdi. Hurmatli obunachilar, fuqarolar. Mana shu akamiz mototsikl sotib oldi bugun. Newstarda naqd pul asosida 22 million so'mga. Shu mototsikldan tanlab. Boshqa modellarimiz ham bor. Endi mana shu 1 tonna mototsikl, 1 tonnalik mototsiklimiz. Hamma joyi пониженный skorlari bor. Ajoyib mototsikl, yaxshi mototsikl. Yuk ko'tarishi 1 tonna 200 kilogacha. Keyin sizlarga aytib o'taman, yog'larini hozir qarang 0 probeg. Yog'larini almashtirishda 1000 kilometrga 3 marta yoki 4 marta almashtirib tashlaysizlar. Yog'ini tez-tez almashtirsanglar, apkatkada, struchkalar yaxshi tushib ketadi. Mana bu yerda yog' soladigan joyi, tegida to'kadigan joyi bor. To'kadigan 1 litr yog' ketadi. Bu yerda vozdux chistillari bor. Vozdux chistillarini tozalab turasizlar, changda bilsangiz. Ularga ham yog' solinmaydi. Yog' solinmaydi, chang. Mana bu пониженный скорости. Пониженныйga qo'shiladi. Mana ajratildi. Tepkisi ham muntazam ishlaydi. Mana diskalar 5 talik, kuzov razmeri 2 metrga 1.35. 2 metrga 1.35. Shu model. Yumshoq mototsikl, akkumulyatori 12 ga 32 lik. Qarang, ha bizda servis xizmatlarimiz bor. Boya aytganimdek, siz boya garantiya bormi dedingiz. Garantiya men hazillashib darvozdan chiqqancha dedim, yo'q, servis xizmatimiz bor. 3 oydan 1000 kilometrgacha deyilgan mototsiklda motori bilan zadniy mostiga beramiz. Qolgan uzillarga bermaymiz garantiya, yoki tepkisiga, yo akkumulyatoriga, yo nosiga bermaymiz. Agar buzilib qolsa, servis xizmatida birgalikda bartaraf qilamiz. Ba'zi bir xarajatlarini, sarfjaslarni olib bersangiz, qilib berib qo'yib qatirib berishlar tekin sizlarga. Boshqa uslugalar tekin. Tarbiya qilib miningizlar. Yaxshi kunlarga buyursin. Izlari, to'y tomoshalar, mashinalar bo'lsin. Mana shu mototsiklda ko'p baraka topib mining. Biz ham olgan pullaringizdan baraka topaylik. Qo'ng'iroq qilsangiz hamisha javob beramiz. Boyagidek tushunmasangiz, boyagi biroqlari svichasi ishlamay qolishi mumkin, yo elektr faoliyati yo'qsa, amaliy yordam qilamiz. Yo qo'ng'iroq telefon orqali yo kelib ketasizlar. Shu hammasi nima? Yaxshi kunlarga miningizlar. Rahmat. Bu yigit dadasi olib berdi, to'g'ri, siz olib berdingiz mototsikl. Katatasi bo'lasizmi? Bobosi, yaxshi. Yaxshi. Bu yigitning ismi nima? Azizbek. Azizbek endi yaxshilab haydang. Qarang, bu bolangizni kategoriya pravasi bor ekan, siz ham o'qib oling. O'qiydi, tasdiqlaydi. Kategoriyani oling endi. Kategoriyani olsangiz. Ha, yaxshi xizmat qilaversin. Bu ham bitta traktorda ishini qilib beradi yozib, somon tashiydi, o't tashiydi, hammasini ishlarga yaxshi kunlarga nima qilaversin. Bu katta o'g'lingizmi? Yo'q, ikkinchisi. Ha, yaxshi. kattasi, buni dadasi. Bu sizga hali shofyor. Bu shofyorlarga. Haydash yo'llarim qo'yilgan, boya telefon nomerini berdim, Telegram nomerlarini berdim. O'shanda muloqot qilamiz va amaliy yordam qilamiz hamma tomonlar. Yaxshi kunlarga, miningizlar, yaxshi kunlarga buyursin. Yaxshiliklarga. Doimo sog' bo'lingizlar. Mayli. Xo'p, qani? Kaskadyorda haydashni ko'ryapman. Kaskalar yarashgan, qarang-da buni. Oq yo'l, davay. Shoshilmay. Maqtavordikmi? Muftani sekinroq qo'ying, gazni ham beravering. Muftani ham qo'yavering, gazni ham beravering. Qani? Bosing, yurgizing. Aha. Haydang. Ha, sekinlik-dan, ha. Yaxshi. Mayli aka, yaxshi kunlarga. Xo'p, mayli. Xo'p, salomat bo'linglar. Xo'p. Albatta yana mana Honda mototsikllarimiz bor. Hamma turidan, suvlisi, suvsizi, 200 ligi va 250 ligi kubatura hamma barcha turidan bor. Bu kabina, mana bunisi 200 kubatura воздушныйsi. Bularimiz ham Newstarda va Newstarda kabinali ko'taradigan turi bu. 2 tonna yuk ko'taradigan turlari ham bor.